قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. Kommunist خىتاينىڭ dunyoviy hukmron bo'lish istikining ish yuzi. 8 bob Xitoyning istiqborot ھەركەتلىرى. 1 qism. Tabiiy fan sohasidagi uchurlarni induksiyalik xulosa orqali qo'lga keltirgili bo'ladi. Koinotning qonuniyatini matematikalik hisoblash orqali isbotlag'ili bo'ladi. Ammo dushmanning ahvollarini faqat va faqat jasus orqali aniqlag'ili bo'ladi. Meyyovchinning urush san'atidan. 2018-yili 9-oyning 26 kuni. Jojelli o'zining ijara mashinasini Florida shtatining Key West shahridagi bir mashina to'xtatish o'rniga to'xtatdi. U dengiz sohiliga qarab mengib, Amerikaning eng janubidagi Key West dengiz armiyasi aviatsiya punktiga qarab yo'l oldi. Kishilarning xohlagancha bosib kirishining oldini olish uchun bu yerdagi bexatarlik rishatkasi suvning tegigacha kirgizib etilgan edi. Joe yanfonini va Canon markalik raqamlik kamerasini ilib, rishatkini aylanib o'tib, ko'p-ko'k dengizga kirdi. U bazining atrofiga kelgandan keyin bazidagi harbiy zaharlik chekimlikka qarshi turish va istiqborot organlari ishiltadigan sazgur uskunlarni o'z ichiga olgan antena maydonini rasmga tortishga boshladi. Keyvis bazasi barliq qismlardagi uchquchilarni havodan havoga qarshi urush uchun mashqlantirishga ishiltadi. F-18 tiplik kurashchi aeroplanlar atirti va quruqliq armiyasi alayda qismining suv osti harakati maktabi shu yerda. Bu bazada ishlaydigan bir huddigar Joe'ni bayqab, uni darhol parlament a'zolariga xabar qilgan va natijada Joe qo'lga ilingan. Joe qarovulga o'zining yo'ldan adashib qolgan sayohatchi ekanligini aytgan. Uning yonida hech qanday pasport yoki boshqa kimlik yo'q edi. Keyin uning Amerikaning harbiy elektron mahsulotlari haqida uchur to'plash uchun avatilgan Xitoy josusi ekanligi oshkorlandi. Bu ishni tekshirishga chaqirilgan FBI'ning josuslikqa qarshi turish xodimlari benormal bir ishni bayqagan. Joe Xitoyning dangliq josuslik organi bo'lgan Davlat bexatarlik ministerligi yoki Xitoy ozodlik armiyasining 2-chi boshqarmasi uchun ishlamasdan ancha tonilmagan, ammo bargan sir kuchayotgan josuslik organi Xitoy jamoat xavfsizlik ministerligi uchun ishlaydi. Joe'ning mehmonxonasidagi uyini aqtirgan FBI xodimlari mazkur ministerlikning saqchi formasini va kamerini bayqagan. Joe bu buyumlarni dadam Amerikada chiroyliroq kiyinib yurgin deb bergan edi deb yolg'on aytgan. U yana o'zining Xitoyda muzika kasbida o'qiydigan o'quvchi ekanligini aytgan. Uning yanfonini aqtirish orqali uning harbiy mashqqa qatnashgan injenerlik kasbining o'quvchisi ekanligi va uning maktabi Shimoliy Xitoy universitetining Xitoy ozodlik armiyasi va Xitoy davlat mudofaa doiralarining kontrolligida ekanligi ma'lum bo'ldi. Keyvestdagi josuslik harakati Xitoy istiqborot organlarining Amerikaning kelgusidagi to'qinishda elektronlik urush yoki tor hujumi uchun ishiltadigan harbiy aloqa aslahalarining ahvolini egallashga tayyorlik qilish urinishining bir qismidir. Xitoyning harbiy elektronlik urush tarmoqlari urush mezgilida dushman tarafning odatdagi va uchquchisiz qurol va qo'shinlarni kontrol qilishga ishiltadigan muhim urush quroli bo'lgan aloqa sistemasini qalaymaqonlashtirish uchun loyihalangan qarshi tadbirlarni qo'llanishi mumkin. Mazkur ministerlik Xitoyning davlatlik siyosiy soqchi va istiqborot idorasi bo'lib, u oliy rahbar Shi Jinpingning rahbarligida
һәм ішкі қысмыда Жауның делосыда мәлім болғанidek һәм чәт әлдә еңі күчкә erişdi. Жау мәзкур министрлыкның 2016 yildagi terrorlikqa qarshi turish qonuniga asosan texmi ko'p axborot to'plash huquqi berilgan qo'shinni tashkil qiladigan 1,600,000 saqchining biri bo'lib, nurg'un tahlilchilar navbatda mazkur ministrlikning istiqborat to'plash iqtidori davlat bexatarlik ministrligininkidan ko'p eshib ketdi deb qaramoqda. Jamoat xavfsizligi ministrligining jasuslari yana Xitoyning kompyuter tori va keng ko'lamlik kuzatish uskunalarining bexatarligiga kapolatlik qilish uchun yangi huquqlarga erishdi. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi jinoyatning oldin olishni maqsad qilgan istiqborat doiralarining yetakchiligidagi amonlik saqlash qismlarining xitoycha nusxasidir. Әмма сақчы va bexatarlik tarmoqlarining faoliyati qonunlar orqali cheklanadigan g'arbga o'xshamaydigani Xitoyning bexatarlik harakatlari asosan cheklamasizdir. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining bir alohidaligi Xitoyning saqchi va istiqborat organlarining sonliq ma'lumotlarini bir programmaga jug'lashni maqsad qilgan cho'ng istiqborat sistemasi deb ataladigan sistemadır. Çoğun istiqbarat sistemasi Xitoy azadlıq armiyasının yuqur texnikalik tahlil və fəaliyyətlərini göstərdiğən uçurlaşdırış planının aqli iqtidarlıq nusxasıdır. Xitoy bexatarlik tarmoqlarini tadqiq qildigan mutaxassis Edward Schwark mundaq dedi. Raqamlik nazorat qilish va istiqborat usulining birikishi bilan xarakterlangan ommaviy bexatarlik istiqborotining qo'llanilishi Xitoy bexatarlik davlatining unumdorligini zo'r darajada oshirishga kapolatlik qiladi. Shivorkning qarashicha, keng ko'lamlik saqchi istiqborat aparatlari Xitoyda demokratik siyosiy islohot elib berishni o'ylaydiganlarning ishini texmo qiyinlashtirib etadi. U bir jurnalga yozgan maqolasida shundoq deydi. Jinoyatchilardan sirt Xitoy kompartiyasining o'qituvchilari va dushmanlarimi bexatarlik tarmoqlari to'play oladigan va ulana oladigan har qanday raqamlik uvoq, ya'ni yip uchi qoldirmay plan tuzish va harakat qilish uchun tirishadi. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi yana Xitoyning har qaysi joylarida istiqborotdan tang faxrlanish uchun loyihalangan harbiy uslubdagi qo'mondonlik qurilmasi bo'lgan oltin qalqonni ijod qildi. Bu sistema bürokratik to'salg'ularni bosib o'tib, sonliq ma'lumotlarni yetkazish uchun loyihalangan ravon torni barpo qildi. U chiroy, ovoz va mengishni tunish qatorliq kompyuterlashtirilgan nurg'un sonliq ma'lumotlarni tahlil qiladigan avtomatik tahlil qilish va torda hisoblashga chetiladi. Shivork mundaq deydi. Yangi jamoat xavfsizlik istiqborat sistemasi hozir Shi Jinpingni texmi markazlashgan davlat bexatarlik aparatlari bilan ta'minladi. U bu ishga qo'mondonlik qilayotgan yagona chor podsho emas. Istiqborat organlarining raqamlashtirilgan uchirlashish sababidan davlatning kuchining eshishi partiyaning yadroliq rahbarligini kuchaytirdi. Davlat bexatarlik ministrligi va uning Xitoy azadlıq armiyasining istiqborat tarmog'idagi kasbdoshlari o'zlarining jasuslik harakatining ko'p qismini texnika o'g'irlashga markazlashtirgan bo'lsa, Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining jasuslari Amerikadagi Xitoy o'qituvchilar orasida jasuslik qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Joe Amerikaning mo'yum harbiy aslahalarini qonunsiz suratga tortganligi uchun bir qatim jasuslik qilganlik jinoyatini e'tirof qilib, 2019 yilning 5-ida 1 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.
Bu Amerikada mushu xil sabab bilan ayıplanganlarga berildigan eng yuqori jazo edi. Xitayning istiqborat ishlar jihatdagi mutaxassis DIA, ya'ni Davlat Mudofaa Ministrligining istiqborat idorasining sobiq amaldori Nicholas F. Maydis Zhouning delosini Xitayning barg'ansir ko'payayotgan sonsiz jasusluq harakatlardan faqatli biri deb qaraydi. U mundaq dedi: Zhouning qo'lga elinishi va ayblanishi Xitoy Xalq Jumhuriyatining Amerikaning harbiy aloqasiga qarshi to'rda singib kirish uchun faol tayyorlik ko'rayotganligining ro'shan isbotidir. Zhouning Xitoy Xalq Jumhuriyatining harbiy va bexatarlik aparatlari bilan bo'lgan hamkorlik tarixi, uning ochiq oshkor holda Amerika Janub qo'mondonlik shtabining birlashma tarmoqlar aro vazifa qismlarining antina maydoniga oid uchurlarni to'plashga urinishi, Amerika va ittifoqdosh harbiy aslahalarning tahdid darajasini yuqori ko'tarishiga turtki bo'lishi kerak. Zhou Xitoyning Sharqi dengiz qirg'og'idagi istiqborat aloqachisi bilan ko'rishgandan keyin Key West harbiy bazasiga avatilgan. U Xitoy ozodlik armiyasining yuqori darajalik amaldorining o'g'li edi. Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining siyosiy amonlikni saqlash va kontrol qilishdagi eng kuchlik kuch sifatida o'ttirg'i chiqishi, Xi Jinping hokimiyatining kunsir kuchayotgan hokim mutlaqlik xarakterini aks ettirdi. Ilgari Xitoy rahbarlari istiqborat va bexatarlik organlarining kompartiyaga qarshi chiqishidan ansirab, ularga bak ko'p huquq berishdan ehtiyot qiladi. Halbuki bugungi kunda Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi, Xitoy davlat bexatarlik ministrligi va Xitoy ozodlik armiyasining istiqborat organlari va partiyaning istiqborat organi bo'lgan birlik sap bo'limi birlikda Xitoy istiqborat doiralarining asosliq kuchini tashkil qilmoqda. Bu tarmoqlar butun diqqatini Xitoy kompartiyasining yer sharini kontrol qilish planida uning kuchini saqlab qolishga va kengaytirishga markazlashtirgan. Adliya ministrligining davlat bexatarlik bo'limiga mas'ul muavin bosh taftishi John C. Dermis Beijingning ilg'or texniklarni kontrol qilishdagi strategiyalik programmasining bir qismi bo'lgan istiqborat to'plash faoliyatlariga qonunliq zarba berdi. Dermis mundaq dedi: Biz harbiy kuchimizni va aqliy quvvatimizning mevasini o'g'irlagan millatga chidab turolmaymiz. Xitoy o'zining taraqqiyot nishoniga yetish uchun shunday qilyotidi. Xitoy boshlamchi davlat bo'lishni orzu qilsa-mu, ammo shuningga loyiq ish qilmayotidi. Aksicha, erkin bozor iqtisodidan va bizninkiga o'xshash ochiq jamiyatning aloyidligidan foydalanadigan yomon g'arazlik harakatlar orqali nishonini ishga oshirishga urinayotidi. Bu usullar iqtisodiy jasusluq va ma'muriy texnika yo'tkashdan tortib murakkab xizmatchi qabul qilish mashg'uloti va siyosiy ta'sir ko'rsatish faoliyatlarigacha bo'lgan qonunliq, qonunsiz faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Xitoyning texnikaga markazlashgan istiqborat to'plash harakati ayibligili bo'lmaydigan qonuniy faoliyatlarni, shundaqla bayqash qiyin, jinoyatchini tutish texmi qiyin bo'lgan qonunsiz harakatlarni o'z ichiga oladi. 2017-yili Trump hukumati an'anaviy jasusluq harakatiga qarshi turish uchun sinaq qilingan jasusluqqa qarshi turish harakatini qanot yoydirish orqali bu xil tahdidlarga qarta ko'p taraflamalik chora qo'llanishga boshladi. Shuning bilan bir vaqtda embargo yurgizish va tamojni beji elish orqali uzun muddatlik vositalarni ishlatib, Beijingning, ya'ni bu jihatdagi chiqimini oshirib, oxirida Xitoyni murassa qilishga
мәжбүр қылды. Amerika 30 yildan ko'proq vaqtdan beri Xitoy davlat bexatarlik ministrligiga chetishlik deloni sotqa olib chiqib boqmagan edi. 2018-yili Trump hukumati Xitoy davlat bexatarlik ministrligining texnika o'g'irlash harakatiga chetishlik 3 deloni sotildi. 9-oyda 2013-yildan boshlab Amerikada yashayotgan Xitoy fuqarosi Ji Chauchun ustidan shikoyat qilingan bo'lib, u Xitoy davlat bexatarlik ministrligining amaldori bilan birga Amerika davlat mudofaa o'tdigar shirkatlarining texnikasini o'g'irlashga urinib yurganda tutilgan. Ji Chauchun o'z harakatlarini texmi avjiga chiqarish uchun Xitoy quruqliq armiyasiga a'zo bo'lgan. U Xitoyning ro'yxatga ilinmagan chet eldagi josusi sifatida ayblangan. Xitoy davlat bexatarlik ministrligining Ji Chauchun tava bo'lgan tarmoqining Jiangsu o'lkalik davlat bexatarlik nazorati ekanligi aniqlab chiqildi. Bu deloda Amerikaning asosliq aeroplan motori bilan ta'minlovchi shirkatlari ichidagi bir josusning maxfiy holda Xitoyni texnikalik sonliq ma'lumotlar bilan ta'minlayotganligini oshkorlandi. Shu yili 12-oyda Jiangsu o'lkalik davlat bexatarlik nazoratining Zhuhua va Zhang Shilong degan ikki a'zosini o'z ichiga olgan bir turkum Xitoy hakkerlari ustidan aybnoma e'lon qilindi. Ular Amerikadagi 10 necha shirkatdan texnika o'g'irlamoqchi bo'lgan keng ko'lamdagi to'g'ri hakkerlik harakatining a'zolari deb sifatlandi. Bu hakkerlik harakatining asosli nishoni savdo aeroplanlarida ishlatiladigan Amerikaning turbina chaq pilaklik reaktiv motorining maxfiy uchurlarini o'g'irlash edi. Jasuslar shu shirkatlarning birida ishlaydigan va shirkat to'rga yomon g'arazlik yumshoq detallarni qachilay oladigan kam deganda 2 Xitoyni indakka keltirgan. Amerika qonun ijrochilari tekshirishni boshlaganda ichki qismdagi bu jasuslar yana Xitoy davlat bexatarlik ministrligiga shapi berib qo'ygan. 3-chi va misli ko'rilmagan federatsiya delosi 2018-yil yuz bergan bo'lib, bu deloda Ohio shtatliq bosh taftish FBI va CIA bilan hamkorlashib, Xitoy davlat bexatarlik ministrligining bir jasusni Belgiyaga berishga qiziqtirgan. Natijada u jasus shu yerda qo'lga ilinib, Amerikaga o'tkazib berilgan. Bu aktiv vazifa o'tayotgan Xitoy davlat bexatarlik ministrligi amaldorining tunji qatim jasuslik jinoyati bilan qo'lga ilinishi va ayblanishi edi. Belgiyadagi o'tkazib berish ishlari bir oy davomlashgandan keyin Xitoy davlat bexatarlik ministrligining amaldori Shu Yanjun oktabrda o'zini Amerika Federatsiya sotchisining oldida ko'rdi. U aeroplanning motoriga aloqador savdo maxfiyatlikni o'g'irlamoqchi bo'lganligi uchun iqtisodiy jasuslik jinoyati bilan ayblangan edi. Shu Yanjun Amerika aviatsiya shirkatlarining mutaxassislarini o'z yeniga tortgan va ularni universitetlarda leksiya so'zlash va g'ayri hukumat xarakterlik almashtirish programmalariga qatnashish nomida Xitoyga taklif qilgan. Amaliyotda Xitoydagi leksiyaga qatnashadigan tomoshabinlarning hammasi hukumat xodimlari edi. Shu Yanjun jinoyatini e'tirof qilmagan va bu qurlar yezilayotgan chog'da Ohio shtatida sotlanishni kutib turayotgan edi. Xitoy davlat bexatarlik ministrligining jasuslik muvaffaqiyatlari faqat CIA bilan cheklanib qolmadi. Bu organ yana Amerika davlat ishlari mahkamasiga singib kirib, Xitoydagi diplomatik o'rinlarda 2007-yildan kam deganda 2017-yilgacha ishlagan ishxona mudiri Candace Claiborne'ni setib olgan.
u $550,000 артық нәқ пұл va soğat бәділге Xitaylarni qimmatlik ishki uchurlar bilan ta'minlagan. Claiborne bir qatim hukumatni aldash jinoyati sodir qilganligini e'tirof qildi. Muavin bosh taftish John C. Demers mundaq dedi. Candace Mary Claiborne o'zining samimiyatini va Amerika hukumatining oshkorlanmagan uchurlarini Xitoyning istiqborat organida ishlaydiganligi aniq bo'lgan Xitoy josuslarining naq puliga va boshqa sovg'atlarga sotdi. Yana tehi uchurlarni yoshirib, bu aloqalar to'g'risida qayta yolg'on aytdi. Bu ahvollar Xitoy josuslarining Xitoy yasimachiligi 2025 deb ataladigan partiya programmasiga binoan faoliyat qilayotganligini ko'rsatib berdi. Mazkur programma ilg'or texnikalar orqali dunyo bozorini monopol qilish uchun chet el texnikasini o'g'irlash yoki setib olishni maqsad qilgan. Demers shundoq deydi. Xitoylarning zodi nimaga erishmoqchi ekanligini bilish uchun Xitoy yasimachiligi 2025 programmasining muno nishoniga qarash kifoya. Suv osti uchquchisiz kazgu va avtomatik mashinadan tartib dehqonchilikda ishlatiladigan yer shari yo'l boshlash sun'iy hamroh sistemasigacha, po'lat temir sanoatidan yadro elektr stansiyasi va quyosh texnikasigacha, halqiliq ximiyalik birikmalardan tartib ko'mi-qo'noq urug'igacha Xitoy o'g'irlari savdo maxfiyatligini, shundaqla harbiy sohaga ishlatiladiganligi sababidan eksporti cheklangan tovar va mulozimatni har xil savdo uchurlarining hammasini nishon qiladi. Bu bir qancha vaqada shundaqla oldingi bablarda tilga ilingan Xitoy ozodlik armiyasining josusi Subinning dastlabki delosida ko'rsatilgandek, Amerikaning josuslikqa qarshi turish organlari Xitoyning chekidan oshgan vayron qilg'uchi istiqborat faoliyatlari oldida qattiq mag'lubiyatlarga uchirdi. Ularning Xitoy josusligiga taqobil turolmaganligidan boshqa davlat ichida josuslikqa qarshi turishga mas'ul FBI va chet ellarda josuslikqa qarshi turishga mas'ul CIA ikkilisining Xitoyga qarta josuslik qilish jihatda ofat xarakterlik mag'lubiyatlik o'tmishi bor. FBI uchun aytganda, oldingi asrning 90-yillarda Los Alamos tajribaxonasidagi yadro olimi Vinxoli delosida bir cho'ng mag'lubiyat yuz bergan bo'lib, u maxfiy yadro maxfiyatligini Xitoyga yetkazish bilan ayblangan. FBI Vinxoliga qartilgan tekshirishda xatolashib, oxirida uni jazosi, ya'ni davlat maxfiyatligini setish jinoyatninkidan xeyli yenik bo'lgan maxfiy hujjatlarni qalaymaqan ishiltish jinoyati bilan ayblash bilan bo'ldi qilgan. Ikkinchi qatimliq josuslikqa qarshi mag'lubiyat 2003-yil yuz bergan bo'lib, ayni vaqtda FBI o'zining Xitoy rahbari Jiang Zeminga yaqin bo'lgan Los Anjelesdagi e'tiborli josusi Katrina Liangning Xitoy istiqborat doiralari uchun maxfiy ishlayotganligini bayqagan. Vinxolining delosdikiga o'xshash Katrina Liangning FBI'ning josuslikqa qarshi xodimlarni boshqaruvchisi bilan va uning boshlig'i bilan munosabati borligi oshkorlangandan keyin uni tekshirish ishlari to'xtab qolgan. Uningga artilgan josuslik jinoyati bekor qilinib, ummo Vinxoliga o'xshash azroqli jazoga tortilib qutulgan. Amaldorlar manga Katrina Liangning qo'sh taraflik josuslik faoliyatining Oqsaroyni o'z ichiga olgan Amerika hukumatining eng yuqori qatlamiga yolg'on va ozdirg'uchi istixborotlarni ta'minlaganligi,
Шуның bilan bir vaqtda FBI'ның Xitayga aloqador istiqbarat to'playdigan boshqa josuslarning hammasiga o'ngishli holda qora so'yalganligi uchun Amerikaning Xitayga qaratgan 20 yillik istiqbarat harakatining vayron bo'lganligini aytib berdi. CIA'ga nisbatan uning apati 2018 yil oshkorlandi. Bir so'z bilan aytganda, ziyon haqiqatan ofat xarakterlik bo'ldi. 2010 yildan boshlab 2012 yilgacha CIA'ning Xitoy va boshqa joylardagi josuslardan 30 bayqilib, gayillari o'ldirildi, gayillari turmaga tashlandi. Yuqori darajalik josuslikqa qarshi turish organi bo'lgan Xitoy davlat bexatarlik ministrligi uchun aytganda, CIA'ning Xitoydagi barliq insoniy istiqbarat boyliqlarini asosan degudak vayron qilib o'tishi bir qatimliq zo'r utuq bo'lib, Xitoy ozodlik armiyasi va Xitoy davlat bexatarlik ministrligi o'g'irlangan Amerika texnikalarining yordamida Xitoy yadro va odatdagi harbiy kuchini keng ko'lamda zo'raytayotgan ochqishliq paytda Amerika hukumatining Xitoyda istiqbarat to'plashi to'silib qoldi. CIA'ning Xitoydagi josuslik to'rining Xitoy tarafidan vayron qilinishi bir tarafdan Amerika hukumatining eng muhim istiqbarat nishoni haqidagi istiqbarotlarning kamchilligiga sabab bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan CIA'ning o'zining josuslik to'ri vayron qilinishdan burun qo'lga tushirilgan uchurlarning qanchaligining to'g'ri, qanchaligining Beijingning CIA'ni Xitoyning strategiyasi va nishonini tahlil qilish jihatda qaymoqtirish uchun tarqatgan yolg'on uchurlar ekanligini ayirishda gangirtib qo'ydi. Hayotining xavfga duch kelishiga qaramay Amerikani istiqbarat bilan ta'minlagan bu kishilarni qo'g'day olmaslik kelgusidagi tarixchilar tarafidan qattiq ayblanadi. Shundaqla ular cho'qim CIA'ning qandaqsiga bu qadar yaramaslik qilganligini so'rashidi. Oldida tilga olganimizdek, Amerikaning Xitoy haqidagi istiqbarotlari allaqachon burmab etilgan edi. Әмділікті жасыларның yo'qotilishi siyosiylashishni texmi ig'irlashtirib etdi hamda bu xil birikish muhim qaror chiqarg'uvchilar, siyosat belgilguvchilar va istiqborot tahlilchilarining Xitoy Kompartiyasi, Xitoy Ozodlik armiyasi va Xitoy hukumatining tahdidini to'liq tushunishga to'sqinlik qildi. Bu haqda zo'r islohot elib berilmasa, ziyon yana davomlashadi. Buningdan sirt Amerikaning Xitoydagi insoniy istiqbarot manbalarining kamchil bo'lish masalasi hal qilinmasa, Amerika istiqbarot doiralari Xitoyning strategik aldamchiligiga texmi oson duchor bo'ladi va Amerika davlat bexatarlik idorasini va uning intayin kuchlik elektronlik o'g'irliqchi tingshash va shifr yeyish sistemasini yolg'on va ozdirg'uchi istiqborot bilan ta'minlash texmo osonlashadi. Xitoy istiqborot organlarining CIA'ning Xitoydagi harakatini qandoq bitchit qilganligi to'g'risidagi to'liq hikoya texi oshkorlanmadi. Shundaqla Amerikaning josuslikqa qarshi turish amaldorlarimi 2019 yilida yanala bu ishlarning umumiy tafsilotini bilishga urinib yurdi. Halbuki bu harakatni pishiq biladigan amaldorlarning qarashicha, Xitoy davlat bexatarlik ministrligi an'anaviy josuslikqa qarshi turish usulini qo'llanib, CIA'ning bir xodimini yoki bir qanchilgan xodimlarini setib olgan. Shundaqla josuslikqa qarshi texnikalik bo'sish orqali CIA'ning naq maydon josuslari aloqalashishda chet ellarda yashaydigan kishilardan uchur to'plashda ishlatiladigan bexatar xabarlashish sistemasiga suqunib kirgan.
CIA'ның жаслыққа қаршы тұрыш ішлеріға мәс'ул мавин идара башлығы Марк Келтон Xitoydagi jasuslarning yo'qotilishi haqida baho berishni rad qildi. Ammo u Xitoyning istiqborat harakatini bo'ron deb tasvirladi. CIA'ning jasuslarining yo'qotilish voqeasini tekshirishga qatnashgan Kelton mundaq dedi. Amerika qartilgan Xitoy istiqborat bo'rini Amerika qilingan maxfiy hujum bo'lib, 1930 va 1940 yillardagi Moskvaning hujumidan keyin Amerika bu qadar kuchli hujumga uchrab baqqan emas. Sovet ittifoqining jasuslik tarixidagi atalmish oltin davridagiga o'xshash Beijingning davomlashayotgan istiqborat harakətləri faqat Xitoy jasuslari qo'lga elingan yoki shiddatlik tor hujumi bayqalgandila kishilarning anda-sanda diqqatini qo'zg'avatdi. Xitoyning ilgari Amerika qarshi qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlari Amerikaning yadro qurol ambiridagi kichik W88 o'q beshini o'z ichiga olgan barliq o'q boshlarga munosabatlik maxfiyatlikni jasuslik orqali o'g'irlaganligini o'z ichiga oladi. Keltonning askartishicha Xitoylar indakka keltiradigan amerikaliklarni tanlashda Katrina Liangga o'xshash Xitoy naslliklar bilan cheklanmas bo'lgan. Növbətdəki Xitoy Dövlət Bexatarlıq Ministerligining setib-olish obyekti Xitoy arzu qilgan maxfiyatliklarga erishalaydigan barliq amerikaliklarni o'z ichiga oladi. Bu maxfiyatliklar Amerika istiqborat tarmoqlarida ishlaydigan Xitoylarga aloqador jasuslikqa qarshi istiqborotlar uchurlari, shundaqla hukumat maxfiyatligi, hatto Xitoyning harbiy va fuqaroviy zamonaviylashtirish va sanoatlashtirish programmalarini ilgari suradigan ochiq oshkor uchurlardan iborat ikki cho'ng turga bo'linadi. Amerikaning Xitoydagi jasuslarining yo'qotilishining ziyni Xitoy istiqboroti elib kelgan xatarning bir misolidir. Alahizal 2010 yilning o'ttirlarida Amerika istiqborat xodimlari Xitoydagi bir qancha jasus ta'minlagan istiqborat sufitining ko'rinarlik tuvanligini bayqagan. Bu jasuslar Xitoyning g'oyat zo'r hukumat sistemasi ichidan setib olingan yoki uning maxfiyatligiga erishish imkoniyatiga ega kishilar edi. Odatda Xitoy hukumati va hokimiyat yurgizayotgan Xitoy kompartiyasining ichida yamrab ketgan cheriklikdan umidsizlangan Xitoy amaldorlari Amerikaliklar bilan bo'lgan hamkorlikning Xitoydagi cherik rahbarlik qatlamini pash qilib, oxirida Xitoy kompartiyasini taxtdan tushirishga turtki bo'lishini umid qilib, kommunistik tuzumning ichki ahvollariga aloqador istiqborotlar bilan ta'minlaydi. Ularning ba'zilari o'zlariga tanlangan pul uchun maxfiyatliklarni sotadi, albatta. Xitoydan kelgan istiqborotchilarning sufitining ko'rinarlik tuvanlishi CIA'ning bosh shtabining 7-qavatidagi ogohlantirish qo'ng'irqini jiringlatdi. Bu vaqtdagi xabarlar ana shu yerda 2010-yili CIA'ning idora boshlig'i Leon Panettaga xabar qilindi. U bu idoraning jasuslikqa qarshi turish xodimlariga jasuslik to'rining buzg'unchilikqa uchirmaganligini, ya'ni agar uchirgan bo'lsa, buning texnikalik buzg'unchilikning natijasi yoki eng nachar ahvolda jasuslik to'ridan biror jinoyatchi chiqib Xitoy tarafga o'tib ketganligining natijasi ekanligini tekshirishga buyurdi. Ilgari CIA'ning jasuslikqa qarshi urush amaldori Aldrich Ames idorasiga xoinlik qilib Moskvaga 1985 yildan 1993 yilgacha Sovet ittifoqi va Rossiyada qabul qilingan CIA'ning barliq jasuslarining salohiyatini aytib bergan edi. 2010 yilning oxirida, ya'ni Amerikaning Xitoydagi jasuslari ta'minlaydigan qimmatlik istiqborotlar tal-to'kis tugab,
Josuslar ancha ahamiyati yo'q uchurlar bilan ta'minlashga boshlaganda dastlabki tashvish texmi ig'irlashdi. Buning ziyni 2013 yilgacha davomlashdi. FBI'ning josuslikqa qarshi turish xodimlari an'anaviy josuslik qarshi usullaridan tuzilgan nazariyaga asosan Xitoyning ھەركەتلىرىنىڭ qandaq elib berildiganligini tahlil qiladigan alayda xizmat atirtida CIA'ning xodimlari bilan birga ishlashga chaqirildi. Darjadan tashqari maxfiy bo'lgan bu josuslikqa qarshi turish harakatiga Hasal Borsiqi, ya'ni Xani Badger deb nom berildi. Josuslar va xodimlar Xitoy Davlat bexatarlik ministrligining josuslarni qandaq topganligi haqida yeb uchi bilan ta'minlaydigan doklad va harakatlarni tafsiliy qidirishga boshladi. Buning natijasida texnikalik buzg'unchilik va josuslik to'ri ichidagi xoindan iborat o'zaro raqobatlik ikki xil faraz o'ttirg'i chiqdi. Va xizmat gruppasining mas'ullari bu haqda qattiq bas munozara qilishdi. Tekshirishning davomlashishiga ergishib, josuslikqa qarshi xodimlar to'xtamay nachar xabarlarning zarbisiga uchraverdi. Yana bir josusimizdan ayrilib qoldik degan so'z istiqborat xodimlarining eng qabohatli tushini rayimsiz reallikqa aylantirdi. CIA Davlat ishlar mahkamasi, FBI va Amerikaning Xitoydagi bosh elchixonasi va konsulxonalardagi yoshirin xoinlarning tizimligi tuzilib, har bir gumondorning orqa ko'rinishi tekshirildi. Mazkur josuslikqa qarshi xizmat gruppasining ichida FBI'ning bir turkum amaldorlari Xitoylar mumkin bo'lmaydigan ishni ro'yobga chiqarib, CIA Xitoydagi josuslar bilan maxfiy aloqa qilish uchun barpo qilgan bexatar deb qarilib kelgan xabarlashish sistemasini vayron qilayotgan deb qaragan. CIA ikki xil sistemani qo'llanadigan bo'lib, ularning biri yangi qabul qilingan josuslar bilan, yana biri peshqadam josuslar bilan aloqalashishda ishlatiladi. Bu ikki sistema ayrim holatda turishi kerak edi. Ammo josuslikqa qarshi turish xodimlari bu ikki aloqa uğulanishining allaqanday shaklda birlashib, elektronlik singib kirish xavfini oshirayotganligidan gumonlanishdi. CIA'ning xodimlari bu sistemaga singib kirgili bo'lmaydiganligiga qat'iy ishonadi. Chet el istiqborat xodimining CIA'ning ichki qismiga cho'nqur yoshirinib olganligi to'g'risidagi farazlarmi yoshirin josusning sufatiga mos keladigan sobiq josus Jerry Chunshingli tuyuqsiz bayqalganga qadar qattiq bas munozara qilingan edi. Davomi bor.